Diqqat. Agar inson o'zini mana shu qimmat vaqtidan bir qismini ilmga ajratmaydigan bo'lsa, Alloh bunaqa bandani vaqtini 5 dan 4 qismini befoyda narsalarga sarflatib yuborishi mumkin. Mataris darsxonasi bor. Bugun asrda darsga borish kerak. Aytadiki, motorni yig'ishim kerak, ulgumadim, ertamanga tayyorlab berishim kerak. Deydida 1 soatlik vaqtini qizg'anib darsga bormaydi. Haqiqatan dars uchun ajratilgan vaqtini ishiga buradi. Natija qanaqa bo'ladi? Natija qanaqa bo'ladi? Motorni chachdi, yig'di, hamma yo'lni qilib, endi yoqaman deganda qarasa, bir narsasi qolib ketib qo'ymagan. Endi sotishga yana bir 5 soat ketadi, yig'ishga yana bir 5 soat ketadi, uyqu ham ketdi. 1 soatlik vaqtini darsdan qizg'anuvdi, 8 soat, 10 soat, 15 soat vaqti ketdi. Demak, kishi o'zini qimmat vaqtini ilmga sarflaydi, Alloh taolo uni va oilasini xizmatida o'zi qoyim bo'ladi. Agar banda ilm majlisidan vaqtini qizg'anadigan bo'lsa, juda katta bir ehtimol bilan 5 dan 4 qismini vaqtini bema'ni narsalarga nima qildirib qo'yadi? Sarf qildirib qo'yadi.